2026-yil 23-iyuldan buyon Bahodirova Mubina qidiruvda. Mubi. Yangilikda seni ko'rsatishyapti, qara. 23-iyuldan buyon Bahodirova Mubina qidiruvda. Ular Kristiano Ronaldoni asossiz ayblash natijasida jinoiy javobgarlikka tortilgan. U keng jamoatchilikni chalg'itganlikda gumon qilinmoqda va huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan izlanmoqda. Agar siz uni so'nggi marta qayerda ko'rgan bo'lsangiz, uning joylashuvi haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, iltimos quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Har qanday qo'shimcha ma'lumot muhim ahamiyatga ega. Bo'ling va hamkorlik uchun rahmat. İltimos hushyor bo'ling. Oqarib ketdi.